qishloq aholisiga ko'ra shahar aholisida ko'p ekan allergiya. va olimlarimiz buni statistika qilgan. Nimaga bo'lmasa qishloqda o't o'lanlar ko'p, daraxtlar ko'p, hayvonlar ko'p, hasharotlar ko'p. Lekin ularda organizmida shahar aholisiga o'xshagan sun'iy narsalar kam ekan. Allergiya bilan zaharlanish qanaqa farqlisi bor? Klinik ko'rinishiga qaraladi-da. Zaharlanish ta'sirida ham allergiya kelib chiqishi mumkin. Eshigimi? Boya aytib o'tganimdek, tanaga toshib ketgan toshmalar, qichishlar, nimadir aynigan narsa yeb qo'ydim, toshma toshib ketdi, qichishib ketdi. Toksikodermiya deymiz, zahar sifatida ta'sir qilib allergiyani keltirib chiqaradi. Ko'pincha bu zaharlanish bilan kelib chiqadigan allergiyalar bu yolg'on allergiya hisoblanadi. Bunaqa holatda oshqozon ichak tizimini tozalovchi klizmalar qilib, boyagidek natriy tiosulfatlar va shunga o'xshagan individual ravishda yondashib davolasa maqsadga muvofiq bo'ladi-da. Xo'p, antigistaminlarni avlodlari bor. Nomi bilan sanang. Birinchi, ikkinchi, uchta avlodi bor. Timidrol, suprastin, tavigil bular birinchi avlod hisoblanadi. Ikkinchi avlodga siterizin, laratadin dorilari, uchinchi avlod bu levositirizinlar, dezlaratadinlar va fexafenadinlar. Bu oxirgi avlod. Nima uchun aynan shuncha soha turib allergolog yo'nalishini tanlagansiz? Shu haqida ozgina gapirib bersangiz. Xo'p, birinchi o'rinda allergologiya sohasini tanlashimdan o'zi bilmagan holda bo'lib qolgan. 7-kursgacha endi ko'pchilik studentlik paytida o'g'il bolalar ayniqsa xirurg bo'laman degan maqsad qo'yishadi, keyin u o'zgarar ekan, baribir o'ylamagan sohalarga ketib qolishingiz mumkin ekan. 7-kursda bitirganimizdan keyin qarasak, уже hamma yoqda to'la kirish klinordinatura. Keyin qarasak allergologiya bo'sh ekan. Allergologiya, mana shu allergologiya ham hozirgi kunda menimcha yaxshi soha deb shunda nima qilib bilmasdan kirib qolganmiz. Qarasak soha aktual. Hozir kundan kunga kuchayib ketyapti. Shunaqa. Shunga qarab o'z ustimizda ishlab, birinchi allergologiya markazida, Respublika allergologiya markaziga klinordinaturaga kirganmiz. O'zga Toshkent davlat tibbiyot institutini tugatib, keyin Respublika allergologiya markazida klinordinaturani tugatib, ustozlarning qo'lida ishlab, u yerda ham bir 18 yil ishladik. Juda ko'p bilimlarni oshirdik, praktikalar qildik, amaliyot o'tadik. Keyin hozirgi kunda kunduzi kompleks med klinikasida obedgacha bo'lamiz. Obeddan keyin Respublika dermatovenerologiya va kosmetologiya markazida faoliyat olib boramiz. Tushunarli, ajoyib. Xo'p, juda nozik mavzular ko'p, hali aytilmagan. Men internet rosa kuzatib chiqdim-da. Aynan allergiya mavzusida kengroq, ochiqroq ma'lumotlar yo'q. Shuning uchun ham siz taklif qilganmiz. Savollarimizga bardosh bilan, sabr bilan va ilmiy bo'lmagan, ya'ni siz bilan men ikkalamiz o'tirib gaplashadigan bo'lsak, oddiy xalq tushunmasligi mumkin. Xalq tushunadigan tilda oddiy, sodda va lo'nda qilib javob berasiz degan umiddaman, ma'lum. O'zi allergiya haqida aniqlik kiritib olaylik. Allergiya degani nima tushuniladi? Uni qo'zg'atuvchilari nima? Shular haqida. Allergiya degan so'zni o'zining lug'aviy ma'nosini oladigan bo'lsak, grekcha so'zdan olingan allos degani begona, ergos ta'sir. Begona moddani organizmga ta'siri degan ma'noni bildiradi va unga nisbatan o'sha begona bo'lgan asosan oqsil moddalar allergiyani qo'zg'atadi. Shu oqsil moddalarga nisbatan organizmni normal bo'lmagan reaksiyasi, g'ayrioddiy reaksiya deb ham aytiladi. Bu normal bo'lmagan reaksiyasi. Bu ko'rinishlari juda ham ko'p. Bu teri ko'rinishida, masalan, qavarchiqlar, eshak yemi ko'rinishida bo'lishi mumkin. Allergiya dermatitlar ko'rinishida, qichishlar bilan bo'lishi mumkin. Yoki yuz qovoqlarning shishib ketishi bilan, ko'zda qizarishib ketishi, qichishlar, burun bitib qoladi, burundan suv keladi, sharillab, aksirishlar, tinimsiz aksirishlar, yo'tallar, allergik. yo'tal, keyin tomoq qichishib, yo'talish bilan bo'ladi. Vaqtida davolanmasa, keyin sekin-sekin pastki yo'llarga tushadi. Nafas qisish, xirillash, ozgina yurganda charchab qolish, bronxlarda spazmlar bilan yuzaga keladigan allergik holatlar bor. Va shunaqa og'ir holatlar ham borki, masalan, anafilaktik shok degan holatlar bor. Bittagina ari chaqishi bilan vaqtida yordam bermasa, xayrlashmasdan ketib qolish ham hech gap emas-da. Shunaqa holatlar bo'ladi. Yoki dori allergiyasi. Yarimtagina aspirin bilan reanimatsiyaga tushib qolgan holatlar ham bo'ladi.
aks ta'sirlari. Aspirinni allergiyasi bor, chunki o'sha aspirin moddasiga o'sha bemorning organizmda sezuvchanligi yuqori. Organizmga har doim ham birinchi marta tushgan narsa organizmda allergiya paydo qilmaydi. Organizm uni oldin tanib olish kerak-da. Tanib olgandan keyin mana shu modda tushsa biz ishga kirishamiz deb tayyor turadi-da. Hujumga tayyor. Ikkinchi, uchinchilarida yoki 4-chi, 5-chilarida ham allergiya berib yuborishi mumkin. Endi boshida bo'lgan allergik reaksiyalar yengilroq o'tishi mumkin. Masalan, oldin yarimta aspirin ichdi-da, ozgina qichishib qoldi, toshma-tosh. Yana ichdi o'sha aspirinni. Endi yo'tal, nafas qisish bilan bo'ldi. Uchinchisida undan ham og'irroq holatda bo'lishi mumkin. Shuning uchun bemorlarga aytamizda, qaysi doridan allergiyangiz bo'ladigan bo'lsa, o'sha dorining ximiyaviy nomigacha bilib oling-da. Hozir targoviy nazvaniya ko'p. Sotuvdagi nomi ko'p-da, tarkibi bitta narsa. O'shani bilmasdan ichib qo'ysa, yana og'ir holatga tushib qolishi ham mumkin. Shuning uchun allergik holatlar juda ham bir qiziq mavzu. Bu yana javob berib o'taveramiz qadamma-qadam. To'g'ri, lekin bitta savol tug'iladi, mana bir yilda bir marta ginekolog qabuli, bir yilda 2 marta. Stomatolog qabuli bir yilda 2 marta. Urolog qabuli va hokazo deb bilamiz, odamlar o'zi uchun endi bormasa ham har holda buni ma'lumot sifatida eslab turadi. Lekin allergolog qabuli o'zi inson hayoti davomida faqat reaksiyaga uchragan paytda, allergik reaksiya bergan paytda bo'ladimi yoki oldindan borib tekshirib turish ham mumkinmi? Endi o'zi aslida bunda olib qaraydigan bo'lsak, birinchi allergiya bo'lgan odam u allergiyaligini bilmasligi ham mumkin. Hali aytdimki, burun bitadi, aksariyat u shamollash deb o'ylaydi. Bahor keldi, aksariyat ko'zi qichidi, terapeutga borishi mumkin. Terapeut keyin allergiyani aniqlagandan keyin sening kasallik allergiya bo'lishi mumkin. Shunga borib ko'rib allergologga yuboradi. Keyin allergiya haqiqatdan ham aniqlangandan keyin u vrachiga 1 yilda bir emas, hattoki 6 oyda bir, kerak bo'lsa 3 oyda bir, zaruriyat tug'ilsa 1 oyda bir ham boradigan holatlar bo'ladi. Shuning uchun allergiyaga moyilligi borligini sezsa odam, uni har 6 oyda, umuman o'rtacha olganda har 6 oyda ko'rinib turish kerak. Mani allergiyam kuchayib ketmayaptimi? Yana boshqa narsalar ham qo'shilishi mumkin. Yo'q, shundaki savolimni tushunmadingiz. Allergiyaga uchrab bo'lgandan keyin borish mayli o'z yo'liga. Chunki endi uchrab bo'ldi, biladi allergiya borligini, terisida u yoki bu o'sha destruktiv o'zgarish deymizmi, boshqa deymizmi, o'zgarish berdi. Xo'p, buni aytmayman. O'zi umuman sog'lom odam, allergiyasi yo'q odam ertaga o'sha siz aytganingizdek dorilarda allergiya bor yo'qligini qanaqa aniqlash mumkin? Ya'ni yo'q, agar allergiyasi yo'q odam bo'lsa, allergologga borish shart emas. Shart emas. Shart emas. Ya'ni uni ko'rigi. Yo'q. Yo'q, lekin mana siz aspirindan allergiyasi bor yo'qligini bilmaydi-ku bemor. Yo'q, allergiya bo'lganda, uni anamnezida o'zi aspirin ichgan, ozgina qichishlar bo'lgan. U birinchi berganida hattoki ba'zi bemorlarimiz undan bo'ldi deb ham o'ylamaydi. Shundan bo'lganmikin? Aspirin-ku oddiy yoki paracetamol-ku yoki citramon-ku deydi. Shundan berganmikin, shu qichishib qoldi-da deydi. Diazalin ibuprofenni ichib oladi-da, o'tib ketdi. Keyingi safar yana aspirin ichadi-ku. To'xta, oldin ham aspirin ichganimda shunaqa bo'luvdi-ya. Bu safar ham aspirin ichdim, cho'ti, mana aspirindan allergiya bor. Chiroy yonadi miyada. Miyada shunday yondida, to'xta, rostdan ham shunaqa deb keyin allergologga murojaat qilishi mumkin-da. Uni hech kim oldindan aytib bo'lmaydi uni. Senda mana bundan allergiya bo'ladi yaqinda deb hali unaqa tekshiruv xulosa yo'q. Bo'lmaydi, ayniqsa dorilarga. Tushunarli. Allergiya kasalligi so'nggi yillarda ko'p uchrayapti. Boya suhbat boshida ham aytdik, ko'payib boryapti. Ya'ni arifmetik progressiyada emasda, geometrik progressiyada 2, 4, 6, 8 bo'lib ko'payib boryapti. Nima uchun? Xo'p, o'zi aslida allergiyaga birinchi o'rinda nasliy moyillik. Ota-onasida yoki buvisida kimdadir nasliy moyillik bo'lsa, o'sha odamlarda birinchi o'rinda allergik kelib chiqish ehtimoli ko'proq bo'ladi. Endi u moyillik ba'zan o'tadi-da, o'sha masalan nevarasiga o'tdi, ota-onani bittasida bo'lsa allergiya 25% bolalarga o'tishi mumkin. 25-40% bolalarga o'tishi mumkin. 4 ta bolani bittasida o'tadi. Statistik ma'lumotlarga. Ham otada, ham onada bo'ladigan bo'lsa allergiya 50% dan 70% gacha o'tishi mumkin ekan. Endi bu moyillik o'tdi degan gap, u har doim allergiya rivojlandi degan gap emas-da. Moyillik o'tdi, u uxlab yotibdi hali. Yashirin formada hali yuzaga chiqmadi. Mana shuni yuzaga chiqaruvchi faktorlar bor. Bu trigger faktorlar deymiz. Bu havoning ifloslanishi, havodagi har xil zaharli moddalar,
asab tizimi, stresslar bo'lishi mumkin yoki viruslar organizmga kiradida o'sha uxlab yotgan haligi moyillikni uyg'otib yuzaga chiqarib beradi. Nimaga Coviddan keyin hammada ko'pchilikda allergiya paydo bo'lib qoldi? O'sha virus uxlab yotgan allergiyani bizga uyg'otib yubordi. Endi biz uni aniqlab turib, tekshirib, uni uxlatishga harakat qilish uchun ancha ter to'kishimiz kerak. Tushunarli. Mana shu trigger faktor bo'lib yana nimalar xizmat qiladi? Yeyotgan narsalarimiz. Hozir kimyoviy moddalar, yeydigan narsalarimiz yarmidan ko'pi krasitel qo'shadi. Rang beruvchi modda, aromatizator qo'shildi. Uni aynimaslik uchun yana nimadir kislota qo'shishi mumkin. Uni chiroyli ko'rinishi uchun yana nimadir ximikat qo'shiladi. Uni uzoq saqlanish uchun yana nimadir ximikat qo'shiladi. O'sha narsalarning o'zi trigger faktor, ya'ni o'sha uxlab yotgan allergiyani yoki endi rivojlanayotgan allergiyani yanada kuchaytirib beraveradi. Trigger faktorlar qo'zg'atuvchi faktor hisoblanadi. Xo'p, allergik kasallik bilan immunitet o'rtasida qanday bog'liqlik bor? Juda ham katta farq bor. Bu allergiya immun tizimidan rivojlanib keladigan holat, kasallik hisoblanadi. Allergiyani o'zi avvalambor aytib o'tish kerak, yolg'on allergiya bo'ladi, haqiqiy allergiya bo'ladi. Endi siz xalq tushunish uchun aytishim mumkin. Doktor dedi, 3-4 ta qulupnay yedim, hech narsa bezovta qilmadi. O'tirib bir kosa to'ldirib qulupnay yebman, hamma yog'im qichishib ketdi dedi. Bu yolg'on allergiya. Bu agar allergiya haqiqatdan bo'ladigan bo'lsa, yarimta qulupnay yesa, u уже nima qilishi, yuzaga chiqishi kerak, reaksiya berish kerak edi. Haqiqiy allergiyada allergen tushadi organizmga, oqsil bilan bog'lanadi. Bu yerda T limfositlar, B limfositlar hammasi ishga tushgandan keyin immunoglobulin Y degan modda chiqadi. Limfositlardan keyin u hali endi semiz hujayra degan moddamiz bo'ladi. Uni devoriga o'tirib ertadan gistamin degan moddalarni chiqarishiga yordam beradi. Gistamin chiqqandan keyin qizarish, qichish, shish, bo'g'ilish va boshqa biologik moddalar chiqqandan keyin yuzaga keldi. Bu haqiqiy. Boyagi qulupnayimiz tayyor gistamin bilan kirdi. Immun tizimga u tegmadi. U o'sha gistamin bilan kirdi-da, o'sha gistaminni o'zi hali klinikani keltirib chiqardi. Tushunarli. Shuning uchun immun tizimda haqiqiy allergiyada immun tizim juda ham ahamiyatga ega. Tushunarli. Demak, immun tizimi tashqaridan kelayotgan qo'zg'atuvchilarga nisbatan reaksiyasi. Albatta. Shunaqa tushunasiz. Xo'p. Allergiya irsiy bo'ladi dedingiz, bunga 100% qo'shilasiz, to'g'rimi? Allergiya irsiy bo'ladi desak sal noto'g'riroq bo'ladi. Irsiy moyillik o'tadi. Moyillik. U moyillik degan narsa yuzaga chiqmasligi ham mumkin. Chiqishi ham mumkin. Ya'ni DNK ma'lumotlar bazasida allergiyaga moyil deb yozib qo'yilgan. Xuddi shunday. O'tadi, o'tmaydi, buni faqat Xudoning o'zi biladi. Hech kim oldindan ayta olmaydi bu narsa. Shunaqa. Tushunarli. Endi bolalikda mavzusi nozik mavzu. Bolalardagi allergik reaksiyalar. Keyin ko'pchilikda miflar bor-da, bolalikda bo'lgan o'sha eshak yemi deymizmi, urtikariya holati va hokazolar, allergik reaksiyalar, allergik dermatitlar yosh katta bo'lgandan keyin o'tib ketadi, o'z-o'zidan deyshadi. Shunga qanchalik qo'shilasiz? Bolalikda bo'ladigan allergiya asosan sut mahsulotlari, tuxum mahsulotlariga va mana bu chaqchuqlar, yong'oq, pista, bodom va shokoladlarga, shirinliklarga bo'ladi. Ko'pincha organizm shunaqa tuzilgan bo'ladi. Ba'zi odamlarda bu allergiya yo'qolib ketishi mumkin. Bu immun tizimiga bog'liq. Tushunarli. Immun tizim qanchalik ishlashiga bog'liq. Lekin asosiy holatlarda ko'pchilik mana xalqimizda voy hammada chilla bo'ladi, diatezda chilla deydi, hammada chilla bo'ladi, biz ham bolamizda ham bo'lgan o'tib ketadi dedi. Bu noto'g'ri fikr. Hozirgi kunda ayniqsa o'tib ketish juda ham qiyin. Bu chilla, bu allergik atopik dermatit, bu birinchi qadam bo'ladi. Agar vaqtida to'g'rilab uni davolatmasak, keyin burun bitishi aksirishga o'tadi. Keyin ko'z qichish, yoshlanish, bu allergik qadam deyiladi. Allergik shak deyiladi ruschasiga, allergik qadam. Birinchi demak atopik dermatit, diatez bo'ldi, keyin allergik rinitga o'tdi, burun bitti, aksirdi. Keyin o'zi 5 yildan keyin astmaga o'tib turibdi-da. Astmaga o'tib ketishi mumkin. Har doim ham o'tib ketavermaydi, 20-30% holatda yo'qolib ketishi mumkin. Lekin hozirgi biz havoni ifloslanish darajasi, yeyotgan mahsulotlar, stresslarni inobatga oladigan bo'lsak, bu yanada kuchayib ketmoqda. Shuning uchun vaqtida uni e'tibor qilib to'xtatib qolsak, o'shandagina biz yaxshi natijaga erishamiz. Chaqaloqlardagi allergik mavzuni yaxshi ko'tardingiz. Mana ko'pchilik o'sha atopik dermatit holati bo'yicha, misol uchun pampers kiygan paytida va hokazo paytlarda reaksiya beryapti. O'sha paxovoy oblastga narsa toshib ketyapti, bolamga murojaat qiladi, misol uchun doktorga.
Shu nimani oqibati? O'sha haqiqatda pampers oqibatimi yoki vaqtida tegini tozalamaslikning oqibatimi yoki va hokazo faktorlari bormi? Nima uchun bolalarda, chaqaloqlarda shu allergik reaksiya bor? Endi organizm savol tug'iladi. Bu bolaga o'sha pampers allergiya bermadi, boshqa bolaga berdi. Organizm allergiyaga moyil bo'ladigan bo'lsa, pampers sun'iy matodan tayyorlangan bo'lsa, o'sha ximikat masalan qo'shilgan bo'lsa, ko'proq allergiyani keltirib chiqaradi. Chunki bu bolada allergiyaga moyillik bor. Ota-onasida yoki kimdadir allergiya bergan bo'lishi mumkin. U yana o'shani hisobiga. Ha, yana o'shani hisobiga. Bu bog'liq o'sha tashqari muhitga ham bog'liq va organizmning o'ziga ham bog'liqda. Allergiyaga moyillik bor, bu yoqda berayotgan narsa sun'iy. Yana ba'zi nimalarda, chaqaloqlarimizda sut ko'tara olmaslik bo'ladi. Laktozaga nisbatan. Laktoza ko'tara olmaslik bo'ladi yosh bolalarda. Mana bu o'tib ketishi mumkin ko'pincha. Sutdan chiqqandan keyin. Sutdan chiqqandan keyin sut ichadi yoki qo'shimcha aralashmalar smeslar berganda yuziga narsalar toshib, qichishib ketadi. Bu ko'tara olmaslik. Bu allergiya boshqa, bu ko'tara olmaslik boshqa. Bu ferment yetishmovchiligi. Keyin immunitet yaxshi rivojlangandan keyin bola katta bo'lgandan keyin fermentlar joyiga keladi va keyin u o'zining joyiga tushib ketishi mumkin. Organizmda agar allergiyaga moyillik bo'lmasa, u kamdan kam holda allergiya kelib chiqadi. Tushunarli. Xo'p, mana hozir tashqi muhit haqida gapirdingiz, qiziq mavzu bu, juda ham eng ko'p uchraydigan maishiy allergiyalar atrofimizda. Nima bilan sizga murojaat qilishadi? Qaysi kontaktlardan keyin sizga murojaat qilishadi? Maishiy allergiyalarga juda ham ko'p mahsulotlar kiradi. Masalan, fermerlar ko'proq kasbiy faoliyatiga ham bog'liqda. Fermerlar keladi, ot boqadi, otning juniga allergiya bo'lishi mumkin. Qo'y boqadi, qo'y mana shu juniga, epiteliysiga deymiz. Keyin ularda somon beradi, yeydigan o'sha o'simliklar, yemlariga allergiya bo'ladi. Bu masalan fermer lyokki degani bor, fermerlar o'pkasi degan. Bu aspergilla bilan bo'ladigan jarayon, bu ham xuddi bronxil astmaga o'xshab kechadi. Va hozirgi kunda yana ko'pchilik, ayniqsa ayollar yuvuvchi vositalar ishlatdim yoki gel bilan har kun idishlarni yuvaman, qo'llarim kesilib ketyapti, toshma toshadi. Kontakt dermatitlar bilan ko'pincha keladi. Har bitta qilayotgan ish bilan bog'liqda. Masalan, aptekada farmatsevtlar bo'ladigan bo'lsa, shu aptekaga borsam aksirib qolaman, burnim bitadi yoki yo'talib qolaman. Yerda har xil dorilar bor. Antibiotikda deysizmi, vitamin deysizmi, ular havoga ma'lum bir miqdorda chiqib turadi. Tushunarli. Ular kasbiy faoliyatidan kelib chiqib, barcha o'zini kasb nimasida, sartaroshlarda ayniqsa ular sepadigan hali aromatizatorlar bo'ladi, sochga ishlatiladigan kleylar, laklar, o'shalardan ko'proq bo'ladi. Ayniqsa sartarosh bo'lib ishlayman deb ayol kishilar keladi, o'sha tegishi bilan o'zi shishib ketadi. Endi ularga biz aytamiz, kasbingizni almashtirishingiz kerak desa, qiyin masala juda ham bo'ladi endi. Hayot tarzi shu bilan bog'liqda. Tushunarli. Chang allergiyalari doimiy mavzu bo'lib qolgan. Chang allergiyasi deganda, masalan, o'simlik gulchanglari bor. Bu mavsumiy allergiya, bahor kelishi bilan, mart kelishi bilan daraxtlar gullaydi, o'simliklar, o't-o'lanlar gullaydi va undan tashqari o'sha bahorda yog'ingarchilik bo'lgandan havoga ko'tariladigan, namgarchilikda bo'ladigan mog'or zamburug'lar bo'ladi. To kuzgacha o'simlik gulchanglari bor. Bahorgi o'tlar, o'simliklar va kuzgi o'tlar asosan bo'ladi. Kuzda masalan shuvoq, polin deymiz, kungaboqar deymiz, sho'ra o'tlar. Bular avgust-sentyabr, oktyabrgacha gullaydi. Ko'chani supuradigan supurgi o't bor-ku, o'sha ham juda ko'pchilikda allergiya beradi. Ajriq masalan, Timofeyevka ruschasiga aytiladi. Apreldan boshlab asosan Timofeyevkadan. Bu hozir hamma yoqda shaharimizda ham masalan Timofeyevka ajriqlar bilan nima qiladi? Gazon deb aytamiz-ku. Ular gullagan payti o'sha burun bitish, aksirish, ko'z qichish, yo'tal, ayniqsa nafas qisishlar bilan qo'shilgan holatlar bo'ladi. Bular o'simlik gulchanglari. Yana bor uy changi. Uy changi bilan o'simlik gulchangi boshqa-boshqada. Tashqaridagi changdan qo'rqmang deymiz biz aytamiz. Masalan, qish faslida bo'ladigan bo'lsa, agar o'simlik gulchangi allergiya bo'lmasa, tashqaridagi changdan qo'rqmang, uydagi changdan qo'rqing. Nimaga? Uy changining tarkibida ko'zga ko'rinmaydigan kanachalar bor. Ko'zga ko'rinmaydigan kanachalar bu astmani og'ir holatigacha olib boradigan kanachalar bo'ladi. Bular ayniqsa quyosh tushmaydigan joylarda, zaxroq joylarda
Sanitariya rioya qilinmagan joylar. rioya qilinmagan, quyosh tushmaydi, shunaqa joylarda bular ko'payaveradi. Paxtani ichida, ko'rpachalarni ichida. Ayniqsa aytadi bular kechqurun yotishim bilan bo'ldi. Bu kanachalar o'sha pastellarda, yostiqda, paxtalar orasida bular yashaydi. O'rin ko'rpa. Asosiy mana shu astmani asosiy keltirib chiqarish uy changi kanachalar. Bu hamma yoqda bor. Doktor, uy changini ichida ko'pi 60-70% terimizni o'zidan tushayotgan o'lik terini parchalar ekan. Shu gapga qo'shilasizmi? Shunaqa bo'ladi. Endi pastelda asosan bo'ladi bu narsa. Bu kanachalar o'sha terimiz bilan ham oziqlanadi. Teri bilan oziqlanadi. U ko'pchilikda asosan nafas yo'li allergiyasini keltirib chiqaradi, allergik rinit, bronxial astmalarni. Va lekin ba'zan bemorlarimizda tekshirganimizda atopik dermatitlarni ham ko'pchiligini keltirib chiqaryapti. Allergiya dermatitlarni, atopik dermatitlarni. Tushunarli. Bu uy changini nimalar? Sovuq havo va issiq havo. Mana hozir sovuq mavsumda o'tiribmiz. Sovuq va issiq yoki bo'lmasam issiqdan sovuqqa chiqsam badanimga krapivnitsa toshib ketadi deydi, eshak yema yoki aksincha. Nimaga havo nima aloqasi bor allergiya? Bor, mana fiziologik allergiya borda, shunaqa fizik nuqtai nazardan kelib chiqadigan eshak yemi. Eshak yemi o'zi juda ham ko'p. Bu eshak yemini o'xshatadigan bo'lsak, aysberg muzi bor-ku. Aysberg muzini ko'rinib turgan joyi bor, kichkina. Uni ildizini ko'rsangiz katta bo'ladi, okean ostida bo'ladi. Bu krapivnitsa eshak yemi degani eng oson davolanadigan eshak yemi bo'ladi. Hozirgi kunda eng qiyini ham shu bo'ladi-da. Bu qaysidir kasalliklarni asorati sifatida ham keladi-da. O'sha yolg'on allergiya bor aytib o'tdim-ku. O't pufagini dimlanishi deymizmi, ulardagi gijjalar deymizmi, ichi qotishi, qabziyatlar, bu bo'qoqdagi o'zgarishlar, gormonal o'zgarishlar, autoimmun proseslar deymiz, stress faktorlar deymiz. Ko'pchilik ona keladi, asabiylashsam qichishib ketadi, hamma yog'im toshma toshib ketadi. Toshmasi yo'q, qichmalar ham bor. Ular ham bor. Neyrodermitlar deymiz masalan. Ko'pincha allergik o'sha eshak yemini allergik bo'lmagan eshak yemlari ko'p-da. 40% haqiqiy boyagi immun tizim ishga tushib haqiqiy allergiya bo'ladigan bo'lsa, 60-70% haqiqiy bo'lmagan, ya'ni yolg'on allergiya hisobiga. Bu sababchisi boshqa bo'ladi-da. Xuddi shunga o'xshagan sovuq ta'siri ham xuddi shunaqa. Sovuqqa nisbatan sezuvchanlik oshadi, ko'pchilik bemorlar qish kelishidan qo'rqib turadi. Qor o'ynasa yoki muzday suvga qo'lni yuvib qo'ysa, o'sha qo'llari shishib, achishib, qichishib ketadi. Keyin issiq joyga o'tgandan keyin yaxshi bo'lib ketadi. Bu fizik krapivnitsa, xolodovaya krapivnitsa deb ruschasiga aytiladi. Buni ham hozirgi kunda davolash usullari bor. Biz buni davolayapmiz. Tushunarli. Hududiy jihatdan mana o'zingiz monitoring qilasiz baribir o'zingiz uchun. Endi mayli, men katta statistikani so'ramayman. O'zingiz mana kuzatasiz. Kuzatuvlaringiz natijasida qaysi hududda yashaydigan aholida ko'proq allergiya qo'zg'aydi? Allergiya ko'proq qaysi hududlarda? Juda ham to'g'ri, dolzarb savol berdingiz. Qishloq aholisiga ko'ra shahar aholisida ko'p ekan allergiya. Olimlarimiz buni statistika qilgan. Nimaga bo'lmasa qishloqda o't o'lanlar ko'p, daraxtlar ko'p, hayvonlar ko'p, hasharotlar ko'p. Lekin ularda organizmida hali shahar aholisiga o'xshagan sun'iy narsalar kam ekan. Nafas olayotganimizda ham aromatizatorlar ishlatamiz. To'g'rimi shaharda? Uyimizni havosi yaxshi bo'lsin deb aromatizator ishlatamiz. Yeyotgan narsamiz hammasi yarim tayyor mahsulotlarmi? Ularni aynimasin deb qanaqadir sun'iy mahsulotlar ishlatiladi. Shu naqada bitta bemorim esimga tushib qoldi. Bitta fabrikada ishlatgan pecheni ishlab chiqaramiz dedi. Toshma toshib ketgan, yo'tal nafas qisyapti. Qiziqib so'radim, nimalar solasizlar desam, men bunaqa kislota, men bunaqa rangiga men buni qo'shamiz, bu 8 xil kamida nima qildi. O'zingiz yeysizmi shundan desam, yo'q biz yemaymiz deb qo'yadi. Chunki agar tarkibini biladigan bo'lsangiz, buni yegingiz ham kelmay qoladi-da. O'sha sun'iy mahsulotlar, stresslar, havo tarkibidagi mana bu nimalar zararli PM2.5 deymiz. Bu hozirgi kunda juda ham dolzarb, aktual. Mana shular hammasi bu immun tizimini o'zgartirib yuborar ekan. U qishloqdagi bola sekin-sekin organizmiga u o'rganib borar ekan-da. Havo toza, hamma yoq tabiiy. U sekin-sekin o'rganib, unga normal reaksiya bo'lib borar ekan. Shuning uchun shahar aholisida allergiya juda ham ko'p. Hozir yaxshi narsani bir esladingiz. Bitta opamiz ishimiz yuzasidan bizga murojaat qilganlarida gaplashganimizda u kishi aytibdilar, qarang deyaptilar, o'g'lim deyaptilar. Tovuq go'shti yesam magazindan olib kelib, tovuq go'shti endi sharoit yuzasidan tovuq go'shti yesam,
ovqat qilib allergiya krapivnitsa bo'lib ketib qoladi badanim. Hmm. Bir kuni uyda bir is chiqarish uchun tovuq so'ydik, uni yedim, lekin allergiya bermadi deyapti. Demak, farqini qarang, fabrichniy tovuq bilan demak, xonaki tovuqning o'rtasida ham, chunki fabrichniy tovuq 40 kunda yetiladigan narsa. Uni ichiga solingan baribir go'shiga o'tar ekan bu narsa. Albatta, unga gormonlar, vitaminlar qo'shiladi, ularga tez yetiltirish uchun qanchasi kimyoviy vositalar qo'shiladi. Shunaqa. Demak, ta'sir bor. Albatta ta'sir, uni tayyorlash davomida ham grillar, boshqalar masalan tayyorlash davomida ham qancha narsalar qo'shiladi. Biz tekshiramiz-ku, mana qon olib allergiya testlar qilamiz. Tovuq go'shtidan allergiya yo'q-da. Mol go'shti, qo'y go'shtidan bor masalan-da. Tovuq yeyvering desam, o'sha xuddi siz aytganingizdek, o'sha ko'chadan sotib olsa allergiya beryapti. Aytaman, xonadon tovuqini yeyishingiz kerak. Xonadon tabiiy tovuq bo'lishi kerak deyman-da. Uni yeganimda qo'zidi-ku, nima tovuqdan yo'q deb beryapsiz deb. Uni tarkibidagi moddani bu yerda ko'rmayapmiz-ku, deyman-da. Shunaqa yolg'on allergiya ham mana shunaqa qo'shimcha nimalar olib keladi-da. Hudud havo almashtirish masalasi-chi? Havo almashtirish masalasi yordam beradi. O'zi allergik kasalliklarni davolashda 3 ta yo'li bor-da. Aytib o'tadigan bo'lsa, allergiya berayotgan modda bor joydan bemorni allergiya beruvchi modda yo'q joyga olib o'tsak, bemorni davolashga hojat yo'q. Chunki allergiya beruvchi modda yo'q. Masalan, shaharda yashayapti, nafas qisyapti, zax joyda uyda turibdi-da, bemorimiz Oqtoshda yashayapti, borib. U narsa yo'q. Bemorga dori-darmon kerak emas. Bu eliminatsiya effekti deydi, ko'chirib o'tkazish. Bemorni ko'chirib o'tkazib davolash. Bu birinchisi, davolash. Ikkinchi yo'l simptomatik davolash. Masalan, shu joyda qoldi, bemor endi yoqqa chiqishga nimasi yo'q, imkoniyati yo'q. Unga simptomatik, burni bitayotgan bo'lsa, burniga sprey beramiz, tabletka beramiz, antigistamin dorilar beramiz. Shular bilan vaqtinchalik pasaytirib turish. Endi uchinchi davolash usuli, endi u yoqqa borib ko'chib yashashga imkoniyat yo'q. Doimiy ravishda qiynalib yurishga u sabri chidamaydi, yana kasallik kuchayib ketishi mumkin. Uchinchisi, allergiya beruvchi moddani organizmga mayda dozalardan kiritib borib, organizmga moslashtirish. Immunitet hosil qiladi, to'ppa-to'g'ri. Immunitet hosil qilgandan keyin, o'sha allergiya beruvchi modda tushgandan keyin unga nisbatan boyagida nojo'ya harakat reaksiya bermaydi. Shu usul bizda davolash usuli asosiy hisoblanadi. Tushunarli. Shunaqa voqealar hozir oxirgi payt ko'payib ketdi. Ko'pchasining klinikalarida o'sha dori vositalarini, jumladan antibiotiklarni probasiz, boshqasiz bolaga qilib qo'yib, og'ir holatga tushib qolgan holatlar, hatto o'lim bilan tugagan holatlarni ham eshitamiz, bilamiz. Mana bir nechta klinikalarda o'sha narkoz vositalariga nisbatan, dori vositalariga nisbatan narkozda ishlatiladigan reaksiya natijasida bir necha odam o'limi haqida gap ketyapti. Gaplashsangiz, uni qo'shimcha kasalligi bo'lmagan, shunchaki o'sha narkoz uchun qilingan dorilar, o'sha protsessda qilingan dorilar allergik reaksiya berdi. Yuqori nafas yo'llariga yoki boshqasiga, atiyokvinki deydimi, nima deydi? Shunaqa holatlar berdi. Endi shu haqida ozgina gapirib o'tsangiz, dorilar, ayniqsa antibiotiklar va og'ir turdagi dorilarni hayot uchun qanchalik xavfli bo'lishi mumkinligi haqida. Endi mana dorilarga ko'pchilik aytadiki, proba qo'ysa, proba qo'yganda yaxshi bo'lar edi degan jumlalar bo'lib qoladi-da. Proba qo'yish kerak, lekin hamma doriga ham proba qilib bo'lmaydi. Hamma doriga ham proba qilinsin degan joyi ham yo'q. Endi qachonki mana ko'p allergiya beruvchi moddalar bor-da, preparatlar mayli, antibiotiklarga qilinsin, boshqa yana ko'p uchrayotgan dorilarga qilinsin, mayli, lekin siz hamma doriga allergiyaga proba qo'yib chiqa olmaysiz. Agar hammasiga proba qilsangiz, agar u bemor allergiyaga moyillik bo'lsa, battar allergiyani kuchaytirib beramiz. Reaksiya kirishib ketadi deb sezuvchanlik oshib ketadi. Endi proba qachonki qilganimiz ma'qul, bemorda allergiya anamnez degan narsa bor. Bemorni so'rab surishtiramiz, hayot tug'ilgandan boshlab qachondir senda krapivnitsa eshak yemi bo'lgandir, balkim ota-onangda allergiya bo'lgandir, balkim qachondir aksirib qolganmisan changda, balkim qaysidir doridan bo'lganmi deb so'rab surishtirganda, agar allergiyaga moyilligi bo'lsa, albatta allergiya proba qo'yish kerak. O'sha antibiotikka yoki boshqa moddalarga proba qo'yiladi. Probani ham o'zini bosqichlari bor. Ko'pchilik 0,5 ml oladi-da, yonboshga proba. Bu proba emas.
proba emas. Organizm sezmaydi ham buni. Yo'q, sezmaydi emas. U agar mabodo allergiya berib qolsa, u shokka tushib o'lib ketishi mumkin. O'sha yerda o'zida beradi o'sha. Hattoki даже hidiga allergiya beradigan kuchli shunaqa dorilar bor, shunaqa organizmlar bor. Probani o'zini bosqichlari bor-da. Proba agar haqiqatdan ham bemorda allergiyaga moyilligi bo'ladigan bo'lsa, so'rab surishdi. Birinchi teri ustiga tomiziladi. Suyuq dori bo'ladigan bo'lsa, 20 minut kutiladi. Hech narsa bo'lmagan bo'lsa, 20 minutdan keyin teri ichiga ozgina yuborilib ko'riladi. Keyin yana kuzatiladi va keyin ozgina miqdorda uni yuborib ko'riladi. 0.5 chi. U birdaniga 0.5 qilib yuborishga, hattoki o'sha probani o'zida ham shokka tushib qoladigan bemorlar borda. Shunaqa anafilaktik shok holati va yashin tezligida kechuvchi anafilaktik shok deydi. Mana ko'pchilik bemorlarga hatto yordam bera olmay qolyapti-yu. Chunki ular yashin tezligida kechadagi 5 minut ichida yordam bermasa, hayot uchun javob beruvchi organlar, miya, yurak, boshqa organlar o'ladi 5 minutda. Shunaqa tezlik bilan davleniya tushib yoradi, 0 davleniya bo'ladi, qon bormaydi, vaqtida yordam bermasa, o'lim bilan tugallanishi mumkin. Yoki nogironlik bilan tugallanishi mumkin. Endi proba ham bu 100% bizaga oldindan nima deydi, hayot saqlab qoladi degan narsa emas. Ko'pchilik bemorlarimiz keladi. Doktor dedi, safety reaction olib 4 kun oldim ham dedi. 5-kun allergiya berib yubordi. O'shancha aytamiz biz bemorlar, o'rtoqlar, bu bunaqa kuchli dorilarni vrach nazoratida olinglar. Sizga allergiya bo'lgan paytda birinchi yordamni bera olishsin va birinchi yordam uchun o'sha yerda deksametazon, adrenalin, boshqa dorilar bo'ladi. 5-kuni ham bera olish mumkin. Faqat probani o'zigagina ishonib qolish kerak emas. Ba'zan xatoliklar ham yo'l qo'yish mumkin bo'ladi. Ba'zi bemorlarimizdan gaplashganda safety reaksiyonga proba qo'yuvdi deydi, qizarib qichishib ketdi deydi. Mayli, senga safety reaksiyon to'g'ri kelmas ekan, sefazalin qilamiz deb aytdi deydi. Sefazalindan bo'g'ilib qoldim deydi. Safety reaksiyon, sefazalin, sefibim hammasi bu sefalosparin guruh-ku. Shunaqa bitta guruhga emas. Bitta guruhga allergiya bo'ldimi, o'sha guruhni berish kerak emas hayot davomida. Umuman mumkin emas. Hatto yaqinlashish kerak emas. Yaqinlashish kerak emas. Hattoki shunaqa holatlar mana eshitib qolgan, bitta bemorimda pensilin allergiyasi bo'lganda, qo'shni palatadagi bemorga pensilin qilgan. Uni hididan anafilaktik shok bo'lgan. Surishtirsak, yonimizdagiga qiluvdi, hididan anafilaktik shok bo'lgan. Pensilinning hidi borligini hech rosa kuchli. Pensilin, ampicillin oldinlar rosa qo'llanilgan, hozirgi kunda kamaydi. Hozir safety reaksion birinchi o'rinda turibdi allergiya berishi bo'yicha. O'zi sekin safety reaksiyondan ham ko'pchilik voz kechadi. Qo'rqmasdan hamma o'zicha uy sharoitida ham qilish bu narsa ham bor. Ikkinchidan keyin hali polipragmaziya degan narsa borda. Doktorga bormaydi, vaqtim ketadi, pulim ketadi. Undan ko'ra mana shu antibiotik olib yana bir vitamin ham qo'shib olaylik deb hamma dorilar palapartish qo'llash natijasida ham allergiya kelib chiqishi mumkin. Tushunarli. Va allergiyadan tashqari boshqa nojo'ya ta'sirlari bor. Qaysidir dorilarni bir-biri bilan qo'llab bo'lmaydigan holatlar bo'ladi. Hattoki yurak to'xtab qolishi mumkin bo'lgan dorilar bor. Bittasi bilan bittasini qo'shib qilsangiz, hattoki shunaqa holatlar bo'lgan. Yurak to'xtab qoladi, остановка сердца beradi deydi. Shuning uchun farmakologiyada o'qitiladi. Mana bu dori bilan bu dorini qo'shib bo'lmaydi. Hozirgi kunda ayniqsa moda bo'lgan kokteyl. Gripp bo'ldimi, ichiga deksametazon, analgin, dimidrol, kalsiy glukan yana bitta narsalarni qo'shib olib qiladi. Xudo ko'rsatmasin, bir kun bu reaksiya berish, shokka tushib qolishi ham mumkin. Yoki boshqa nojo'ya ta'sirlari bilan nogiron bo'lib qolishi ham mumkin. Birinchidan, ikkinchidan, biz uni ozgina isitma chiqqani bilan biz deksametazon nimalar bilan uni immunitetni bosib qo'yaversak, immunitetni battar tushiramiz. Antibiotikni o'ylamasdan beramiz. Antibiotik bu faqat sizni ani patogen mikroblarni o'ldirmaydi, u foydali mikroblarni ham o'ldiradi. Bizning 70% mikroblarimiz foydali mikroblarimiz ichakda bo'lar ekan. O'shandan ko'pchilik ichi ketib qoladi, ichi buziladi, ichi qotib qoladi. O'shancha aytadi, ichingiz qanaqa keladi? Doktorga borsangiz, ichingiz qanaqa keladi deydi. O'sha ichaklarda yashaydigan normal foydali mikroblarni biz ko'paytiradigan bo'lsa, immun tizimi bu kasallik dorisiz ham yengib olishi mumkin. Tushunarli. Qarang, allergologlarni oxirgi vaqtda ko'p allergologlarni doktorlarga, ya'ni bemorlarga yozib berayotgan lecheniyalarni ko'ramiz-da, ko'pida 80-yillarda, balki 70-yillarda qolib ketgan usullar. Jumladan natriy sulfat, natriy xlor va hokazolar bilan kapelnitsa qilish. Hozir mana zamonaviy tibbiyot
yil sayin emas, kun sayin rivojlanib boryapti. Nima deb o'ylaysiz? Natriy sulfatlar, natriy xlorlar qanchalik allergik reaksiyalarga foydali? Endi o'zi bundoq olib qaraydigan bo'lsak, har bitta hali Ibn Sino ham aytganda, kasallikni davolamang, kasalni davolang degan. Nimagaki individuallik talab qiladi-da. Individual bemorga individual yondashish kerak. Faqat natriy tiosulfat bilan bu ish bitmaydi-ku. Natriy tiosulfat o'zi umuman olganda yaxshi dori hisoblanadi. U nafaqat allergiyaga, u zaharlanishga qarshi effekti bor. Organizmdagi zaharli moddalarni o'zi bilan biriktirib, allergiyada ham ko'pincha nimadir allergiya bo'lsa zaharlanishga o'xshab kechadigan turlari ham bor-da. Ular bilan o'sha tiosulfatlar ham yordam berishi mumkin ba'zi hollarda. Lekin u bilan qo'shib hozirgi zamonaviy mana antihistamin dorilarimiz bor. Oxirgi avlod o'shalarni qo'shib berish kerak bo'ladi va uni organizmini so'rab turishni individual yondashilgan holda davolashni nima qiladi? Talab qiladi hozir. Tiosulfat endi bu yomon dori deya olmayman, buni ham kerakli joylari bor. Hech narsa yordam bermagan holatda o'sha natriy tiosulfat yordam berishi mumkin-da. Shuning uchun individual yondashilgan holda davolash kerak. Allergiya bilan zaharlanish qanaqa farqlasa bo'ladi? Qarang, endi klinik ko'rinishiga qaraladi-da. Zaharlanish ta'sirida ham allergiya kelib chiqishi mumkin. Eshigimi? Boya aytib o'tganimdek, tanaga toshib ketgan toshmalar, qichishlar, nimadir aynigan narsa yeb qo'ydim, toshma toshib ketdi, qichishib ketdi. Toksikodermiya degan. Toksikodermiya deymiz. Bu ham o'sha organizmga как zahar sifatida ta'sir qiladi-da. Zahar sifatida ta'sir qilib allergiyani keltirib chiqaradi. Allergik kasalliklarda allergiyani o'zida bu individual faqat o'sha allergiya beruvchi moddaga organizm spetsifik reaksiyasi bo'ladi. Ko'pincha bu zaharlanish bilan kelib chiqadigan allergiyalar bu yolg'on allergiya hisoblanadi. Bunaqa holatda oshqozon ichak tizimini tozalovchi klizmalar qilib, boyagidagi natriy tiosulfatlar va shunga o'xshagan individual ravishda yondashib davolasa maqsadga muvofiq bo'ladi-da. Tushunarli. Endi antigistaminlar haqida gapirganimizdan keyin xalqqa antigistaminlarni o'z boshimchalik bilan foydalanishi yomon oqibatlari haqida ham eslatib ketishimiz kerak. Albatta. Nima deysiz shu haqida? Xo'p, antigistaminlarni avlodlari bor. Nomi bilan sanang. Birinchi, ikkinchi, uchta avlodi bor. Timidrol, suprastin, tavigil ular birinchi avlod hisoblanadi. Oldindan qilib kelayotgan. Eskidan. Ikkinchi avlodga siterizin, laratadin dorilari bu savdo nomi, masalan, Zadak, Laratal shunaqa nomlar bilan chiqadi. Uchinchi avlod bu levositirizinlar, dezlaratadinlar va feksafenadinlar. Bu oxirgi avlodga kiradi. Endi bu avlodga kirdi, bu oxirgisi zo'r ekan degan tushuncha ham bo'lishi kerak emas-da. Individual. Masalan, o'tkir jarayonda bu ikkinchi, uchinchi avlod yordam bermaydi. O'tkir jarayonda bizga birinchi avlod kerak bo'ladi. Suprastin yoki tavigil yoki dimidrol qilsak, o'tkir jarayonni bostirib beradi. Eski usul. Buni qilishimiz kerak. Keyin uni oldini olib turish uchun biz ikkinchi yoki uchinchi avlodni berishimiz kerak bo'ladi. Va keyin o'tkir holatni biz bosib bo'lganimizdan keyin ancha yengillashib qoldi. Keyin bu birinchi avlod dorilarini uzoq muddat qo'llab bo'lmaydi. Ularning o'ziga yarasha nojo'ya ta'sirlari bor. Sedativ ta'sir deymiz, uyqu chaqiradi, xotirani pasaytiradi, oshqozon ichim tizimiga ta'siri bor, prostataga ta'siri bor. Uzoq bilan 5 kun beramiz. Bu hozirgi o'tkir yonib turgan holatni bosib olish uchun beramiz. Keyin bizga ikkinchi, uchinchi avlod yordamga keladi, chunki ularning zarari kam. Hattoki 3 oylab ham beriladigan dorilar bor. Hozir hech qanday zarari yo'q. Ichib yuraveradi, allergiya bo'lsa yaxshi yuradi. Tushunarli. Savol boshqacharoq qo'ydim. Uyda diazolin, zadak va hokazolar hammaning aptechkasida bor. Bilasiz. Hamma uydagi klassik o'sha ya'ni ro'yxat hisoblanadi. Citramon, trimol va hokazo, zadak bor. Hammaning uyida bor. Shularning ham yomon oqibati bordir balki. Mana ko'pchilik bemorlar kelyapti. Diazolinchi yuribman. 3 oydan, necha oydan? Qachondan? 3 oydan beri. Xotirangiz yaxshimi? Yo'q, esimdan chiqib qolyapti. Oshqozoningiz yaxshimi? Yo'q, oshqozonda yara bor, menimcha shu jig'ildonim ham qaynaydi, og'rib qoladi. Erkak kishilar bo'lsa prostata unga ham ta'sir qiladi-da. Shuning uchun birinchi yordamga yaxshi, lekin uzoq muddat qo'llab bo'lmaydi. O'shaning uchun buni biz cheklaymiz-da.
Mana hozir retseptda dori sotish rejimiga o'tilyapti. Ancha allergiya kamayadi ishoning. Xudo xohlasa. Inshaalloh. Ancha kamayadi. Haqiqatda kamayadi. Chunki pala-parchishda mana allergiyaga dori olmoqchi bo'lsangiz, kirasiz, maqsadingizni yetasiz. Burnim oqyapti. Hamtim qitishyapti. Yoki toshma bor. Bolam palon yoshda. Ayolim homilador emas. Bo'ldi, shu 3 ta faktorni so'raydi, asosiy faktorni paqillatib beradi, olib kelib ichasiz. Keyin uning oqibatlari haqida hech kim sizga javobgarlikni bo'yniga olmaydi. To'g'ri. Mana hozir bu mexanizmga o'tib boshlansa, asta-sekinlik bilan. Yevropada shunaqa-ku, o'zingiz ham juda ham yaxshi bilasiz, mana dunyo ko'rgan doktorsiz. Birorta dorini hattoki men Germaniya tajribasiga hayron qoldim-da, doktor. Mana misol uchun menga siz 4 dona zadak yozdingiz. Aptekaga borib bitta plastinka ola olmas ekanman. U menga 4 dona sotar ekan. Ichmaslik meni muammoim ekan. Shunaqa. Ya'ni 4 dona zadakka o'zini berar ekan, uni ichamanmi, ichmaymanmi, u ID kartamdan chiqib kelar ekan. Borib bu qanaqa zo'r mexanizmga o'tadi. Odamlar hadi bo'lar bo'lmasga dori ichmaydi-da. Badlar bilan, biofaol qo'shimchalar bilan, vitamin komplekslar bilan, tabiiy narsalar bilan davolanishga harakat qiladi. Va mana biz Toshkentdagi aptekalarni ko'ring. Apteka, Paynet, ovqatlanish shoxobchasi, apteka, Paynet, ovqatlanish shoxobchasi, apteka. Bu xuddi bir narsaga o'xshaydi. Yeb kasal bo'lib, sho'tingga pul tashab, yana kasal bo'lasan. Shunaqaga o'xshaydi. Endi mayli, gapirsa gap ko'p aslida, lekin yil o'tgan sari xudo xolasa bu odamlarning tibbiy madaniyatiga bog'liq-da. To'g'rimi? Albatta. Ya'ni odam o'ziga nisbatan, oilasiga nisbatan mas'uliyat his qiladigan bo'lsa, asta-sekinlik bilan bu narsalardan chiqib ketadi odamlarning o'zi. Va tabiiylikda gap ko'p-ku baribir. Tan oling, doktor. Qishloq aholisida gap. O'shani aytaman-da. Men hayron qolasiz. O'sha qo'shnilaringiz ichida qishloqdan kelib yashayotganlar bor, mana sog'lom, baquvvat, uncha-munchaga so'g'ib olmaydi. Bizdan Toshkentning bolasini bitta aylantirgan olib chiqib keling. Shamollaydi, boshqa aksirib yo'talib qoladi. Endi havo deymiz, boshqa deymiz, lekin bu yerda boshqa faktorlar ham ko'p-da, boyagi oziq-ovqat paketlari va hokazolar. Endi aniqlash usullari haqida gaplashaylik. Allergiyalarni aniqlash uchun qaysi tahlillar o'tkaziladi? Allergik testlar haqida gaplashamiz. Allergik testlar bundan necha yil oldin, 50 yildan beri qo'llab kelinayotgan teri skarifikatsiyon testlari bor. Shunaqa. Endi bu skarifikatsiyon testlarni o'ziga yarasha qarshi ko'rsatmalar mumkin bo'lmagan holatlar juda ham ko'p. Masalan, homilador ayollarga mumkin emas, 5 yoshgacha bo'lgan bolalarda mumkin emas, chunki immunitet tizimi hali to'liq rivojlanmagan deydi. Antigistamin ichgan bo'lsa yoki gormonal dorilar olgan bo'lsa, unda ko'rsatmaydi, noto'g'ri ketadi. O'shalar qo'llanilgan. Endi hozirgi kunda zamonaviy tekshiruvlar 2 kubikkina qon topshirasiz. Allergiya test nimadan allergiyangiz borligini shunda chiqarib beradi. Bir sutkada. Hattoki hozirgi kunda zamonaviy tekshiruv molekulyar allergiya diagnostika yo'lga qo'yilgan. Bitta o'sha 2 kubik qon topshirishingizda 295 xil molekulani aniqlab beradi. U molekula, u oqsil yana qaysi moddada bo'ladi? Masalan, polinoz bilan bordingizda, bo'ron bitish, aksirish bilan bordingiz. Masalan, ajriqqa chiqdi, shuvoqqa chiqdi, supergotga chiqdi. Yana qaysi modda bilan u kesishma reaksiya qiladi. Ko'pchilik bemorlarimiz keladi, o'sha aksirib yurganimda qovun yesam yoki shaptol yesam, u ham allergiya berib yuboradi deydi-da. Bu kesishma reaksiya, perikrosniy reaksiya deyiladi-da. Uni asosiy ildizi o'sha boyagi o'simlik gulchangini oqsili bo'ladi. Keyin o'sha masalan shaptoli nimani qishda yesa hech narsa qilmaydi. Yoki mana bemorlarimiz ko'pchilik keladi, doktor, men shu yerda qovun tarvuz yeganimda rosa bo'g'ilib qolardim. Turkiyaga bordim, yaqinda qovun ham yedim, shaptoli ham yedim, hech narsa qilmadi dedi. Demak, yerda o'sha ildizi yo'q-da, o'sha. U yoki bu faktori yo'q. O'sha kesishma reaksiya bo'lmayapti. O'shalarni hozirgi zamonaviy tekshirish usullarimiz oqsiligacha aniqlab beradi. Bu oqsil yana qaysi mahsulotlarda bor, qaysi mahsulotni yemay turish kerak, qaysi mahsulot yoniga yoki bormay turish kerak, qaysi oqsilga nisbatan biz asid terapiya deymiz, allergiya spesifik immunoterapiya. Boyagi emlashlar. Qilsak, qaysinga qilsakkina biz to'liq muolaja ola olamiz, lecheniya. Davo ola olamiz. Qaysi mahsulotga qilsakkina biz to'liq davo ola olamiz. Oldin masalan bitta mahsulotda 6 xil oqsil bo'lishi mumkin-da. Shunaqa. Masalan, o'sha ajriq deydigan bo'lsa, ajriqda 6 xil oqsili bor. Oldin uni polni ajriqda o'ziga allergiya chiqdi. Biz bilmaymiz uni qaysi biriga, unga oqsiliga qilsak
vaksina qilsa effekt beradimi, bermaydimi? Hozirgi kunda shunaqa o'sha major, minor degan oqsillari bor. O'sha major katta oqsillarga qilsakkina biz effektni yaxshi olar ekanmiz. Shu oxirgi 5 yil ichida bizga ham kirib keldi. O'sha bo'yicha hozir muolajalar qilyapti, effekt juda ham yaxshi. Eng ishonchlisi demak Molekulyar allergiya diagnostika. Tushunarli. Qon orqali tekshirib. Buni yaxshi tomoni yana bitta, u homilador ayoldan olasizmi qonni, u antigistamin ichib keldimi, u 70 yoshmi, u 3 yoshmi, uni qonini oladi-da, tashqarida, ya'ni in vitro aniqlanadi. Uni organizmga kirmaydi u. Organizmga reaksiyasi kirmaydi. Qonni o'zida aniqlab berishadi. Xohlagan paytda. Xo'p, tekshiruvga qanaqa tayyorgarlik ko'rib kelish kerak? Tekshiruvga iloji boricha gormon dorilarni olmasa, o'sha qon orqali tekshiruvlarga o'sha deksametazon ko'pchilik hozir moda bo'lgan diprospan bitta olaman deydi, zo'r yuraman. Oldin 6 oy yaxshi yurardim, hozir 1 oy ham yetmayapti. Oxirgisini olganimda umuman effekt bo'lmadi. O'shanaqa kuchli gormon dorilarni olmasdan yoki olgan bo'lsa, kamida 2 hafta, 3 hafta o'tgan bo'lishi kerak. No, bu qon orqali tekshiruv antigistaminlarning zarari yo'q. U antigistamin ichsa ham tekshirsa bo'ladi. O'sha iloji boricha och qoringa ertalabki qondan tekshiramiz va o'sha gormon dorilarni olmagan bo'lsa, biz xohlagan yoshda homiladormi, yoshi kattami, qarimi olib aniqlab beramiz. Nimadan allergiya borligini. Mana homiladorlar mavzusida homilador ayollarning ko'pchiligida allergik reaksiyalar bor. To'g'rimi? Homilador ayolda kuchli allergik reaksiyalarning borligi homilador bolani dunyoga keltirish ehtimolini oshiradimi? Bu birinchi savol. Va homiladorlikda o'sha oxirgi deylik 7 oylik homilador. Masalan deb olaylik, 7 oylik homilador butun badaniga krapivnitsa toshib ketdi. Hagacha gormonlar rol o'ynayaptimi, yo boshqa qo'zg'atuvchilar rol o'ynayaptimi va nima uchun bu ayolda birdaniga allergik reaksiya bo'lib qoldi? Agar bo'lgan bo'lsa, endi homilaga zarar qilmasdan turib davolash usullari bormi? Juda ham dolzarb mavzu. Homiladorlikda ko'pchilik mana surunkali eshak yemi bor-ku, surunkali xronический krapivnitsa deymiz. Ko'pchilik bemorlar homilador bo'lishi bilan yaxshi bo'lib qoladi. Bu yerda gormonal o'zgarishlar hisobiga yaxshi bo'ladi. Ko'pchilik bemorlarimiz homilador bo'lishi bilan allergiya toshib ketadi. Bu yerda ham gormonal o'zgarishlar paydo bo'ladi-da. Ko'pincha qalqonsimon beziga bog'liq bo'ladi, estrogenlar, estradionlarga bog'liq bo'ladi. Endi birinchi trimestr deymiz, birinchi 3 oyligida iloji boricha antigistamin berilmaydi. Uzoq turiladi. Uzoq turiladi, chunki hali bola homila yosh, endi organlar rivojlanmoqda, iloji boricha bermagan ma'qul. Deymiz, o'shaning uchun ehtiyot bo'lib, o'sha boyaga yolg'on allergiya chaqiruvchi sitrus mevalar, yong'oqlar, moshlov va achchiq, mayonezli narsalar yemay turinglar deymiz, allergiyasi moyilligi borligi. Keyin ikkinchi trimestrdan boshlab berish mumkin bo'lgan dorilarimiz bor. Masalan, fenkarol dorisini ikkinchi trimestrdan berish mumkin deb bizga o'qitilgan. Uni uzoq muddat emas, iloji boricha qisqa muddatda zaruriyat shifokor nazorati ostida. Albatta, uni mumkin ekan deb uzoq muddat o'zicha uyda ichish noto'g'ri tushuncha bo'lib qolmasin faqat. Noto'g'ri tushuncha bo'lmas, uni faqat allergolog ko'ribgina shuni bermasa, homilaga zarar keltiriladi yoki onaga zarar keltiradigan holat bo'lsagina, o'sha qo'shish mumkin. Endi shunaqa holatlar bo'ladi, hayotiy ko'rsatma bo'lgan holatlarda shunda gormonlar ham berishimiz mumkin. Agar biza gormonni bermaydigan bo'lsa, onani hayot xavfi ostida bo'ladi. Kivin kesishlari, anafilaktik shok holatlar bo'ladi. Shunaqa paytda biz majbur gormonal dorilarni ham beramiz. Faqat homiladorlar faqat vrach nazoratida, ginekolog nazorati va allergolog nazoratidagina davolash muolajalarini olib borish kerak bo'ladi. Bu ikkita odamning hayotiga javobgar bo'ladi. Yana bitta narsani aytib o'tishim kerak, burun bitish allergik rinit hisobiga. Homiladorlar riniti ham bor-da. Gormonlar hisobiga burun bitish yuzaga keladi. Bunaqa paytda ham o'sha homilaga zarar yetkazmaydigan dorilarimiz bor. Spreylar, ayniqsa gormonal spreylar, biodostupnost juda ham kam, qonga so'rilmaydi. Shunaqalar bilan o'tkazsa bo'ladi. Ko'pchilik o'sha homiladorlarimiz tug'ishi bilan burni ochilib ketadigan turlari ham bor-da. Bu gormonal rinit deyiladi, o'sha homiladorlik rinit. Yana boshqa nimalar bor? Homiladorlik dermatiti, terida qichishishlar bo'ladi. Terida qichishishlar bilan keladi. Bularga ham o'sha homilaga zarar keltirmagan holda davom muolajalar qilsak bo'ladi. Tug'ishi bilan yaxshi bo'lib qoladi. Kremlar, mazlar berishimiz mumkin. O'sha organizmni tozalaydigan dezintoxikatsion zararsiz mahsulotlar bor. O'shalarni ham berib davolasa bo'ladi.
Hozir yoshlarning ichida e'tibor berdingizmi? Bir narsa trendga chiqdi-da. Nafas yo'li bo'g'ilsa, bo'g'ilmasa pist 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 qilib burunga doimiy sepib yuradigan narsalar chiqdi. Allergolog sifatida shularning xavfli tomoni haqida yoki umuman u kerakmi, kerak emasmi? Ozgina ma'lumot berib keting. Burun bitishi bo'lgandan keyin burun ochuvchi spreylar bilan foydalanadi-da. Bemorlar keladi, o'sha Naftizin yoki Rinaxilni. Renaxil. Ha, kuniga 15 marta qilaman, bo'lmasa yurolmayman dedi. Bu birinchidan o'sha burundagi shilliq qavatlarni qon tomirlarini toraytiruvchi preparat hisoblanadi. Bu uzog'i bilan 5-7 kun qo'llash mumkin. Instruksiyasini ham o'qisa shunaqa yozilgan. Uni uzoq qo'llasa birinchidan qaramlikni chaqiradi. Usiz tura olmaydigan bo'ladi. Ikkinchidan bu preparatni o'zi rinit chaqiradi. Medikamentoz rinit deydi. Uchinchidan yuragiga, bosh miyaga va psixikaga ta'sir qiladi. O'shaning uchun bunaqa bemorlarda burun bitishining sababini aniqlab turib, men nechta kasallarni bu preparatlardan xolis qilganmiz. Burnim qurib qoladi, shuni qilmasam bitib qoladi, nafas ola olmayman deb keladi. Tekshiruvlarni o'tkazamiz, individual yondashib, sabab nima bo'lyapti? Agar burni qiyshiqlik bo'ladigan bo'lsa, uni lor vrachi bilan birgalikda davolaymiz. Allergiyadan kelib chiqayotgan bo'lsa, allergenlarni tekshirib, maxsus davolash, balkim o'sha vaksinalarni qilishimiz mumkin, asid terapiya qilishimiz mumkin. Burunni o'rni o'ziga ham zararsiz preparatlarimiz bor. Sepib yuradi, sabr bilan kuniga 2 marta masalan sepadi, davolovchi. Sekin-sekin, qadamma-qadam chiqarsak bo'ladi. Etapma-etap, shoshmasdan. Shoshmasdan. Chunki baribir tashlatsangiz tashamaydi. Ha. Sekin. Qancha bemorlarimiz xursand bo'lib keladi. Voy, yaxshi ham o'shani tashadim deb xursand biz ham. O'rganishdek bu narsa. Xuddi sigaret chekishdek gap bu narsa. Xuddi shunaqa. O'tirib qolgan, narkotikka o'xshagan narsa. Tushunarli. Qarilar, bolalar va o'rta yoshliklar, ayollar, erkaklar qaysi biri sizga ko'p murojaat qiladi? Kimlarda ko'p yoki hozir yosh jins tanlamayaptimi kasallik? Hozir yosh bolalarda ko'p allergiya Nega? bo'lyapti. Yosh bolalarda hali aytib o'tganimizdek, birinchidan boyagi laktoza ko'tara olmasligi ham bo'ladi. O'sha simeslar qo'shimcha nimalar beradi-ku. Emizmaslik oqibatlari ekanda xullas. Ha, tabiiy emizishni ko'pchilik hozir xohlamayapti-da. Tez tug'ib figuram buziladi deydimi, boshqa deydimi, simesga o'tkazib qo'yadi. U bola bechara hali unda fermentlar yetishmayapti. Uni parchalash uchun. Balkim laktoza fermenti yetishmayotgan bo'lsa, o'sha simesni ichishi bilan dedi doktor, hamma yoq qizarib ketadi, g'ishillab nafas qisib qoladi dedi. Shunaqa paytlarda o'sha laktozasiz xilini berib ko'ring deyman. Yoki sut bermang, men buni bermayman. Shunda yaxshi dedi. Bolalar ko'pida mana shu laktoza fermenti, laktozani parchalovchi ferment yetishmasligidan bo'ladi. Va hozirgi holatda bu o'zi aytadi-ku, hali kech qolmadimmi? Bolam yosh, allergiyani oldin olsa bo'ladi, kech qoldi. Homiladorlik paytida boshlashingiz kerak edi. Deymizda. Bu homiladorlik paytida o'sha onada stress kuchli bo'lsa, virusli infeksiyalar o'tkazgan bo'lsa, olayotgan nafasini tarkibida kimyoviy moddalar ko'p bo'ladigan bo'lsa, hattoki kiyimi deymiz, aytishadi-ku, bola homila nima bo'layotganini eshitib turadi deydi. Bekorga emas. O'sha muzika tinglang, asabizni aslang degani bekorga emas. O'sha immun tizimiga ham ta'sir qilar ekanda. Bizning holatimiz hozir ko'pchilik nima? Faqat telefonda ketdi, telefon. Bu yerda olayotgan nafasini hali aromatizator sepib qo'yadi. Bu yerda yeydigan narsasi fast food, harakat kam, toza havoda harakat yo'q. Bu bola nima qilsin endi? Yoki burni bitsa ham doktorga bormaydi deb, burun bitgandan keyin bolaga kislorod bormaydi. Ko'pchilik homilador bemorlarimiz keladi, burni bitib yuradi, doktorga bormadim, lecheniya olmadim, nobud bo'lib qoldi deydi hattoki. Shunaqa holatlar bo'ladi. U burun bitgandan keyin kislorod bormagandan keyin u qatdan nafas oladi. O'zingga yetmagandan keyin bolaga qatdan yetadi. Shunaqa. O'shaning uchun homiladorlik paytidan boshlab onani o'ziga ham, bolani ham o'ylash kerak-da. Tushunarli. U tug'ilgandan keyin kamida 2 yoshgacha emizishni tavsiya beramiz. Tabiiy immunitet hech qaysi biri ona sutigacha yetmas ekan. Yetmaydi. Hamma tayyor immunitet ona sutidan o'tadi. Keyin uni tug'ilgandan keyin yana bu yoqda haligi pampers deymiz, u ham ximikat, hali yeydigan narsasi ham ximikat bo'laveradigan bo'lsa, immun tizimi o'shanga
уже nima deydi hali noodatiy reaksiya keltirib chiqarishni boshlaydi. Yana bitta nazariyalar bor, shu joyda esimga tushib qoldi. Haligi infeksiyaga qarshi kurashish kerak-ku organizm. Infeksiya yo'q, masalan. Hamma yoqda haligi nimaga o'xshab, parnikka o'xshatib qo'ygansiz. Immunitet faqat mana tashqi muhitdan kelayotgan narsalarga qarshi noto'g'ri ishlashni boshlar ekanda. O'shaning uchun qishloqdagi bolalar hali isitmasi chiqsa ham ukol olmasdan o'zi tuzalib ketaveradi deydi-ku. U immunitet ishlayapti-da. Haqiqiy ishlayapti. Ko'pchilik bemorlarimiz, onalarimiz ozgina isitmasi chiqsa analgin dimidroq qilib qo'yadi yoki paracetamol qiladi, immunitetni bosib qo'yadi. Immunitet o'zi slabiy bo'ladi. Keyin tez shamolladi deydi, antibiotik beradi. Bu bo'lmaydi. Tabiiylik ko'proq kerak. Voy, moslashsin deng. Albatta, organizm immunitet ishlash kerak. Shunaqa yaratilgan. Har bitta tushayotgan narsaga organizm javob berish kerak, tabiiy o'zi. Hadi doriga o'rganib qolsa nima degan gap u keyin? To'ppa-to'g'ri. Sun'iy narsalarga keyin o'zi allergiya paydo bo'laverar ekan. Tushunarli. Xo'p, endi bir kulgili mavzu haqida gaplashamiz. Doktorlarga yoqadi, yoqmaydi bilmayman bu narsani, lekin kulgili-da haqiqatan. Xalq ichidagi xalq tabobat usullari va hokazolar, eskichalik, yangichalik, balo-battarlar va allergiya bilan bog'liq turlari bor, misol uchun. Eshak yemida eshakka teskari yem berish kerak. Badaniga narsa toshsa allergik reaksiya bo'ladigan bo'lsa, qanaqadir bir narsalar qilib mahallaga tarqatish kerak va hokazolar. Endi o'zi asli ilmiy asosi yo'q bu narsalarga, lekin tomoshabinning ichida haligacha eshakka teskari yem berayotganlar bor-da. Nima deysiz? Xalq tabobatini qaysi qismini olish kerak-yu, qaysi qismiga mutlaqo to'siq qo'yish kerak? Endi eshakka yem berib ham tuzalib ketayotganlar bor-da. Englani. Yo, bu gapingizni hozir eshitsa, mumkin ekan deb o'ylaydi. Buni anaqasini men tushuntirib beraman. Tushuntirib bering. Tushuntirib beraman. Birinchidan psixologik omil degan narsa bor-da. Odam ong osti degan narsa bor-da. Ixlos, xolos deydi-da. Bir narsa esimga tushib ketdi, bitta bemorim keladi, doktor, sizni ko'rganimdan men tuzalib ketaman. Ixlos qilganda. Bir kun televizorda chiqayotgan ekanman, televizorda sizni ko'rib nafasim ochilib ketdi deydi. Birinchidan ixlos, ishonch bo'lsa, oddiy suvdan ham tuzalish mumkin. Albatta. Ikkinchidan, umrida eshak ko'rmagan odam, eshak bilan yashamagan odam eshakdan qo'rqadimi? Tem bo'lib orqasiga qarab yem beradimi? Organizmda qo'rquv, adrenalin ishlaydi. Adrenalin bu allergiyaga qarshi-da. Og'ir holatlarda ham adrenalin qilinadi-yu. Adrenalin allergiyaga qarshi birinchidan tuzalaman degan ishonch bor, ixlos bor va adrenalin ishlayapti. Yengilgina krapinisi eshak yemi bo'lsa, o'zi o'tib ketadi u aslida. Eshakka yem bermasa ham o'tib ketadi 1-2 kunda. Shunaqalar shundan tuzaldim deb o'ylashadi. Xo'p, Psixologik omil. Lekin agar u yengil bosqichda bo'lsa o'tib ketishi mumkin, lekin ertaga og'irroq bosqichi bu eshak tugul boshqa narsalar ham dinozavrga yem bersangiz yem bersa ham tuzalmaydi u. Keladi doktor dedi, oldin dipraspan olganimda 6 oy zo'r yurardim dedi. Ikkinchisini olganimda 3 oy zo'r yurdim. Uchinchisini olganimda bir haftaga ham yetmadi dedi. Kuchli gormonlarni olib keyin bizaga kelishadi. Keyin endi uni asoratini oladi. Atrofiyalari va hokazo. Bu suyak mo'rtlashishi, ko'z kataraktasi, oshqozonda yara, sahr, qandli diabet, steroidli diabet deymiz. Terini yupqalashib ketishi, yosh odamda hali kampirlarning terisiga o'xshab qolishi, shunga o'xshagan 12 xil asorati bor ekan-da. Endi oldin yaxshi bo'lganim uchun olmay, kimdan so'rab oldingiz? Qo'shnim olgan ekan, yaxshi bo'lib ketibdi. Ba'zi hollarda yaxshi bo'lib ketishi mumkin, lekin buni vrach nazorati qilib bo'lmaydi-da. Yana o'zini muddati bor, 7-14 kunda og'ir holatlarda qanaqadir o'zini etaplari bor, lekin unaqa emas-da. Uni vrachlar og'ir holatda ham o'ylab beramizda. U erta o'ylamagan qaytmas jarayonlarni keltirib chiqaradi. Keyin allergiya qolib ketib, o'sha suyak mo'rtlashishi va sahr o'shalarni davolashga o'tib ketadi-da. Ikkilamchi kasalliklar. Ikkilamchi kasalliklar. Keyin u mayli allergiyani davolash uchun oddiy dona ta'sir qilmaydigan bo'lib qoladi. Chunki kuchlisini olib bo'ldi-da. Hali pashshani pushka bilan otgan deydi. Oddiy dorilar bilan tuzatadigan kasallarni ham hattoki allergik rinitlar dipraspan oldim deb kelishadi. Shuning uchun xalqimizga iltimos qilib qolardim. Mana shunaqa gormon dorilarni vrach nazorati bilan ko'p olmasdan hayotiy ko'rsatma bo'lganda shusiz iloji bo'lmasagina mayli, ruxsat beramiz biz ham shuna hayot. Lekin uni allergik rinitni biz hozirgi kunda bemalol gormonsiz tuzatish imkonlari bor. Hattoki astmalarni ham hozirgi kunda zamonaviy davolash usullari o'z vaqtida murojaat qilsa, haligi og'ir asoratlar bo'lmagan holatda
murojaat qilsa biz uni davolashga erishmoqdamiz. Hmm. Ko'pchilik bemorlarimizga salbutamol degan dori bor-da. Oh. Astmada 20 marta ishlataman kuniga deydi. U baraka topkir, salbutamol u birinchidan davolovchi emas. Hmm. U vaqtinchagina shifoxonaga yetib olgunchagina berish mumkin bo'lgan birinchi yordam uchun dori. Ikkinchidan bir kunda 6-8 martadan ko'p ishlatsa rikosheta sindromi deydi. Naborot, teskari bo'g'ib qo'yadi. Hmm. Uni ko'pchilik bilmaydi, battar bo'g'ilib reanimatsiyaga tushadi-da. Shuning uchun bu salbutamollarni ham aytib o'tishim kerak, nafas ochuvchi, xuddi boya naftezinga o'xshagan narsa bu ham. Asosiy davolovchi hozir ingalyatorlar chiqqan. O'shalarni vrachiga borib turib yozdirib olsa, kuniga 2 marta sepadi. Zarari yo'q. Masalan, astmalar, og'ir astmalar ham yaxshi yuribdi. 2 marta sepadi, bemalol ishini qilaveradi, bemalol sog'lom odam bo'lib yurishi mumkin. Va shuni fonida allergiya testlarini qilib, allergiya sababini aniqlab, maxsus davolarni qiladigan bo'lsa, umuman qutulib ketishi mumkin. Astma ko'pchilik rivojlangan davlatlarda unaqa kasallik ham hisoblanmaydi, yotib ham davolanishmaydi ular. Astma bo'yicha, sport bo'yicha jahon chempionlari bor. O'zi astma, lekin sport bo'yicha jahon chempion. Tushunarli. Endi doktor, eng muhim narsalardan bittasi bemorlarga, o'z umuman allergiyaga chalingan bemorlarga iste'mol paketi. Ovqatlanish ratsioni haqida nima deysiz? Endi ratsionga keladigan bo'lsak, allergiya o'zi keng tushuncha-da. Nafas yo'li allergiyasi deymiz, teri shakli deymiz, eshak yemi deymiz, dori allergiyasi. Masalan, doridan allergiya bor bemorlarda ko'pchilik oziq-ovqatda allergiya bo'lmaydi. U nima yesa ham bo'lmaydi. Lekin mana bu aspirin, analginlarda allergiyasi borlarda sariq ichimliklar, rangli ichimliklar mumkin emas ekanda. Tatrazin degan modda bo'lar ekan. Shunaqa. Uni tarkibiga yaqin modda bo'lar ekan. O'shaning uchun ko'pincha birinchi o'rinda turadi o'sha og'riq qoldiruvchilardan allergiya bo'lganlar. Shularga biz maslahat beramiz. Ayniqsa bo'yoqlar qo'shilgan mahsulotlarni, ichimliklarni, sariq, qizil rangli ichimliklarni ichmaslikni tavsiya beramiz. Agar boshqa oziq-ovqatlarni iste'mol qilganida hech qanday bezovtalik bo'lmasa, bemalol iste'mol qilaversin. Oziq-ovqat allergiyasi ta'sirida, masalan, eshak yemi toshadi yoki bo'g'ilib qoladi. Haqiqatan oziq-ovqatdan bor. Ularda birinchi o'rinda o'sha kuchaytiruvchi trigger faktorlar yoki gistamin liberatorlar deymiz. Sitrus mevalar, chaqchuqlar, yong'oq, pista, bodom deymiz. Dukkakli mahsulotlar, mosh, loviya, no'xat deymiz. Achchiq mahsulotlar. Bular birinchi o'rinda iste'mol qilmaganingiz ma'qul deymiz. Lekin bular ham albatta shifokorga borib haqiqiy nimadan bo'layotganini aniqlab, agar yolg'on allergiya bo'lsa, uni sababi balki o'tida dimlanish yoki helikobakter, oshqozonda yarasi yoki shitoyotka yoki garmana uni tuzatsa, u yolg'on allergiya o'tib ketishi mumkin. Haqiqiy bo'ladigan bo'lsa, o'sha faqat biz aniqlab beramiz, qaysi allergiya. O'sha narsani yemaydi bo'ldi. Yashayveradi bemalol. Shunaqa bemorlar keladi. Doktor 3 yildan beri dieta qilaman, faqat suv bilan nonga kunim qolgan dedi. Ozib ketgan, immunitet tushib bo'lgan, tez shamollaman. Baraka topib tekshirtirsangiz bo'lmaydi. Hech kim aytmagan-da menga shuni dedi. Tekshirtirib haqiqiy allergiya berayotgan narsani yemang, qolgan narsani yeyvering. Deymiz. U juda ko'p cheklash ham bu yaxshilikka olib kelmaydi. Albatta. Ozuqa baribir modda kerak organizmga. Organizmga vitaminlar kerak. Shunaqa. Endi allergologlar qaysi shifokorlar bilan hamkorlikda ishlashadi? Bizdan ustozimiz aytadilar. Juda yaxshi anaqa aytganlar, hali esimdan allergolog bu shifokorlar ichida lider bo'lishi kerak dedi. Lider degani hamma shifokor, hamma sohani bilishi kerak. Nimaga aytayotgani, ginekologda ham allergologga ish tushishi mumkin-da. Shunaqa. Ginekolog o'sha o'zi nimasi jarayonida, muolaja jarayonida dori beryapti, bemoriga reaksiya berdi. Allergologga keladi. Xo'p, qaysi sohani olmang, hammasi allergolog bilan chambarchas bog'liq. Urolog deysizmi, ginekolog deysizmi, ko'proq ishlaydiganlarimiz lor shifokorlari, allergik rinitlar bilan ko'proq keladi. Allergik rinit plus burun qiyshiqligi masalan keladi. Biz allergiyasini davolab beramiz, burun qiyshiqligi yoki poliplar bo'ladi. Burunda polip ham o'zi kelib chiqishi allergik. Poliplar shunaqa og'ir, kuchli bo'lib ketganda uni olishga majbur bo'ladi. Yengil paytida dorilar bilan balkim qaytarish mumkin, allergiyaga qarshi dorilar bilan. O'shanda lor shifokorlari bilan biz chambarchas birgalikda bog'liq bo'ladi. Pulmonologlar bilan
birgalikda chambarchas bog'liq ishlaymiz. Masalan, bronxial astma kasalligi plus infeksiya qo'shildi yoki boshqa yana qanaqadir. Shular bilan dermatologlar bilan Albatta, u Hasan Husan soha-ku. Birgalikda dermatologlarga ham adashib allergiya bilan kelib qolishi mumkin. Isha yemalar ham, ular ham davolaydi. Bizaga ham dermatologik kasalliklar ham kelib qolishi mumkin. Biz ular bilan birgalikda aralash holatda davolaveriladi. Birgalikda davolash kerak. Shunaqa ko'p holatlar bo'ladi. Bu nima deydi? Yana davolash rejasini tuzib olish kerak edi. Davolashi yanada yaxshi nimaga olib keladi. Natijaga olib keladi. Bitta o'zim davolayman deb bilar bilmas qilish u noto'g'ri deb o'ylayman. Tushunarli. Xo'p, balki oxirgi kasalliklarga oid savollarimdan bittasi. Qarang, agar savollar ochmasa, uy sharoitida birdan allergik reaksiya beryapti. Deylik, atyoq, kvinki holatda yoki bo'lishi mumkin-ku. Birdaniga o'tirgan joyda boya aytganingizdek tez yeb qo'ydi, nimadir yeb qo'ydi, birdaniga hali doktor kelishi mana qishloq joyda yashaydigan odam. Birinchi yordam kelgunicha vaqt o'tib qoladi. Qanaqa birinchi yordam berilishi kerak? Endi shokovoy holatlarda. O'zi allergiya har doim ham birdaniga og'ir holatga, birinchi marta og'ir holatga olib kelib qo'ymaydi. Yo, deylik bo'lishi mumkin-ku, to'g'rimi? Bo'lishi mumkin. Endi qaysidir doni bilmasdan ichib qo'ydi. Birinchi o'rinda deksametazon qilish kerak. Agar haqiqatan shish bo'g'ilayotgan bo'lsa, doktor uzoqda deksametazon qilish kerak. Ko'pchilik analgin dimidron qilishadi. Bu xato. Bu noto'g'ri. Albatta. Ko'pincha allergiyasi bor bemorlarda og'riq qoldiruvchi dorilarga allergiya bo'ladi-da. Allergiyani tuzaltaman deb dori allergiyasidan qo'shib ketadigan holatlar. Analginni qilib battar shokka tushirib qolish mumkin. Shuning uchun birinchi o'rinda birinchi yordamga agar haqiqatan shu kuchli allergiya bo'lyapti, bo'g'ilish holati bo'layotgan bo'lsa, deksametazon to'g'ri ko'rsatma hisoblanadi. Agar oddiyroq toshma toshish, qichish, esha yema bo'ladigan bo'lsa, boyagi diazolinni ichsa bo'ladi yoki suprasini ichib, keyin vrachga borguncha, bu holatdan borguncha birinchi yordam sifatida qo'llab tursa bo'ladi. Tushunarli. Hasharot chaqqan holatda ham, masalan. Hasharot chaqqanda ham ko'pchilik hasharotlarga, ayniqsa arilarga allergiyasi bor bo'ladi bemorlarimiz. Shunaqa paytda agar o'zi biladigan bo'lsa, yonida dorilar olib yuradi. Deksametazon biz ham aytamiz, yoningda mana bu dorilarni olib yurgin deb yozib beramiz. Allergik pasport deymiz. Shu yonida ushlab yuradi. Hattoki masalan shokka tushib qoldi, kimdir, nima ekan bu, nima kasal ekan bilmaydi tashqaridan. Vaholanki uni ari chaqqan to'xtab tushunchani qarasa, bunda aridan allergiyasi bor, mana dorilar qilinsin degan yozuv ham bo'ladi-da ko'pincha. Shunaqa bormi shunaqa ko'tarib yuradiganlar? Allergik pasport ko'tarib yuradiganlar? Necha marta o'limdan qolganlar majbur ko'tarib yuradi-da. Chunki vaqtida yordam berib 5-10 minut ichida yordam bermasa, u ketib qolish ehtimoli bor-da. Shunaqa paytda sirasi agar yonida bo'ladigan bo'lsa, deksametazonni urib olish kerak bo'ladi. Agar tushunadigan odam bo'lsa, medik bo'ladigan bo'lsa, unda davleniya haqiqatan past bo'lsa, adrenalin qilish mumkin teri ostiga. Faqat uni ko'pchilik anaqa bermaymiz, tavsiya bermaymiz, chunki uni juda ko'p asorati deymiz, nojo'ya ta'sir. Infarktga olib borishi mumkin. Ozgina ko'p qilsa, yurakni shunaqa 300 gacha o'ldirib yuborishi mumkin, davleniyani ko'tarib tashlab, boshqa kasallikni orttirib yuborishi mumkin. Endi chet elda dozatorli epipen degan dorilar bo'ladi. Ular o'sha boyagidagi shokka bir o'tkazgan bemorlar yozib, ular ro'yxatda turadi, shunaqa olib yuradi. Shunaqa paytda boshlandi, bo'g'ilishlar qiladi, chiq qiladi, bo'ldi, ketaveradi. Shunaqalar balkim bizga ham kirib kelishi mumkin. Tushunarli, balki. O'zi shu yetmay turibdi bizga. Xo'p. Endi qarang, mana allergiyaga oid barcha savollarga qisman javob berib o'tib ketdik. O'zi asli bizning maqsadimiz har bitta uzki spetsialistni, tor doiradagi mutaxassis chaqirib, umumiy suhbatlarni qilib, keyin har bitta kasallik bo'yicha alohida gaplashish. Keyin ko'rsatuvimizda balki krapivnitsa mavzusida siz bilan ko'rishamiz, xudo xolasa. Bu odamlarning talabiga qarab, chunki mana yordamchilarimiz statistika olib borishadi, qaysi kasallik ko'proq uchrayapti va sizga albatta taklif bo'ladi keyinchalik. Vaqtingiz ayamaganingiz uchun rahmat. Endi bizning ko'rsatuvimizda an'anasi bor. An'anaga ko'ra bir ikkita savollar beraman sizga. Afsuslanganmisiz vrachlik kasbini tanlaganingizda? Mana bo'ldi, mana shu xalatni ertaga kiymayman, bo'ldi. Tugadi deydi-yu odam. Bu siz ham odamsiz, temirdan emassiz. Shunaqa shifokorlik kasbi biz o'qigan paytda ham domlalarimiz o'rgatgan, bir umr o'qiyman desang shifokorlikni tanla. San bemorni har xil gapiga tayyor tursang shifokorlik tanla. Har xil bemor bor. Shunaqa xursand bo'lasiz, bemorlar
doktor sizdan tuzaldim, necha yillik kasalim tuzatib yubordingiz desa, biz qanchalik xursand bo'lamiz. Shunaqa bemorlar borki, toifa har xil odam borda. O'zi tuzalsa ham tuzalmayapman. Bo'lmayapti. Injiq odamlar bor. Injiq odamlar borda, o'zi tuzalish xohlamaydigan odam deymizmi ularni? Qutqara olmaysiz hamda ularni. Da. U o'zi miyasiga buyruq berib qo'ygan. U bu kasal tuzalmaydi deb. Ixlos qilsa tuzaladi. Shunaqa bemorlar bor. Shunaqa yoki sizni doringizdan keyin men battar bo'lib ketdi. O'zi bo'lgan, og'ir holatda kelganda, Men senga yetmagan edim o'zi ahvoli og'ir. og'irligini yetmasdan amallab mayli yordam beraylik qo'ldan kelguncha deysizda, shunaqa norozi bo'lib ketib, shunaqa holatlar bo'ladiki, shifokorlikda bekor tanlamani o'ta ozgina o'tib ketadi, lekin u narsaga har bitta shifokor tayyor turishi kerak. Shifokor bo'ldingmi? Bo'ldi, sen bir umr o'qishing kerak va bemorni ham har xil gapiga chidab berishing kerak. Shunaqa joyi bor. Endi chidab berish deganda ham uni har xil nimalarga qo'yib qo'yish kerak emas. Uni hammasining huquqlari bor. Shifokorning huquqi bor, bemorning o'zining huquqi bor. Endi baribir bemorga yon bosadi-da shifokor ham. Baribir har bitta shifokor bemorni tuzatiy deb harakat qiladi. Hech qachon buni battar qilay yoki boshqa qilay deb tuzatiy deb harakat qilganda noto'g'ri tushunadiganlar ham. Birovlar bor, yaxshiligingizni teskari tushunadigan holatlar ham bo'lib qoladi-da. Mana shunaqa holatlar bor. Yoki shifokorlikda ko'pchilik endi bunga nima deymiz endi farosat yetishmaydi deymizmi odamlarda. Kechqurun 12larda ham masalan oddiy narsani so'rash uchun telefon qiladi. Doktor, men bu dorini men bunaqa ichsam maylimi deydi. Bo'ldi, sizni uyqungiz o'chdi endi, uxla olmaysiz. Asab buzildi, ertaga qanaqa kasallar qabul qilishingiz kerak. Shuning uchun shu tomonlari bo'ladi, qiyinchilik tomonlari. Shundaki 10 yil oldingi bemorlar bilan hozirgi kecha kunduzdagi bemorlarni dunyoqarashi o'zgarganmi? Albatta, o'zgargan. 10 yil oldingi bemorlarimiz shifokorga ishonib o'zini topshirardi-da. Hozirgi bemorlar ko'pchilik internetdan sizni tekshiradi. ChatGPT'da tekshiradi, undan tekshiradi, bundan tekshiradi. Shu dorilarni ham nojo'ya ta'sirini faqat o'qiydi-da ko'pchiligi. Doktor, men bu dori menimcha nojo'ya ta'siri bor ekan dedi. Men aytaman bemorlarga, siz nojo'ya ta'sirini o'qimang, sizga mumkin emas. Biz sizni tuzatish tomonini qilamiz. Agar har bitta dorining nojo'ya ta'sirini o'qiveradigan bo'lsangiz, hech qachon tuzalmaysiz deymizda. U sizni bor yana ana internetdan tekshiradi, bu to'g'ri qildi, bu boshqa bo'ldi, bu yerda individuallikni talab qiladi ko'pincha. Boshqa ana qo'shnimga ana dori bergan ekansiz, menga ham bersangiz bo'lmaydimi deydiganlar bo'ladi. U qo'shnini organizm bilan siz organizmingiz boshqa. Hattoki shunaqa holatlar bo'ladi, allergiyaga qarshi dori berib turibsiz-da, o'zi allergiya berib oladi. Shunaqalar bo'lgan. Deksametazonning allergiyasi bor. Doktor, menda deksametazonning allergiya bor, meni davolang. Biz individual yondashilgan holda yo'lini topib olamiz shularni ham. Shuning uchun hammada standart bo'lmaydi. Bu organizm o'rganib turib qaysi dori to'g'ri keladi. Shu dorini bersa boshqa joyga ta'sir qilmaydimi? Yoki sahrini oshirib yormaydimi? Yoki davleniyasini oshirmaydimi? Yoki oshqozoniga ta'sir qilib qo'ymaydimi? Biz mingta o'ylaymiz. Bular bitta osmonni olib yozib beradi deb o'ylashadi. Endi shunaqa o'ylaydi yoki ChatGPTga kiradi, yo instruksiyalar nojo'yasini o'ylaydi. U nojo'yasini biz ham bilamiz. Lekin har bitta dorida u ozgina millionta odamdan bittada uchraydigan nojo'ya ta'sir bo'lsa, u yozib qo'yadi. Yozadi. Chunki o'zini nimasida u strafovkasi deymiz. Strafovkasi. Xo'p, dushmaningiz bormi? Endi men dushmanim kecha trixolog vrach nima dedi bilasizmi? Dushmaningiz bormi desam, doktorni dushman doktor bo'ladi dedilar. Yo'q, endi men to'g'ri tushunaman, dushman deyman, raqobatchi deb tushunaman-da. Raqobatchi deganda ham qanaqa? Dushman boshqa, raqobatchi boshqa. Dushman bo'lmasam hamma allergologlar sizga raqobatchi bo'lib qoladi hozir. Yo'q, raqobatchi bo'lganda hamchi men to'g'ri qabul qilaman. Masalan, bemorlar shunaqaki, sizga bordimi, siz allergologsiz, boshqaga ham boradi. Yo'q, boshqalardan chiqib ham menga boradi. Tekshirish uchun. Vrachib etika degan narsa bor. Masalan, boshqa vrachchi qilayotgan ishi noto'g'ri bo'lganda ham yoki nima bo'lganda ham uni biz yomonlashga haqqimiz yo'q. Balkim u shu sharoitdan kelib chiqib qilgandir, nimadir hisobga olgandir. Shuni hisobga olgandir. Balkim o'sha vaqtdagi sharoit shu dorini berishga nima qilgandir, majbur qilgandir. Shuning uchun tushunishga harakat qilish kerak. Savolim nimaga undan iborat edi? Dushmaningiz bormi so'rayotganim.
Shunaqa vaziyatlar bo'ladi-da, yomon ko'rgan, endi dushmaningiz demaylik, yomon ko'rgan odamingiz, nima siz mafiya sardorimi deyiz, dushmaningiz bo'lasiz. O'shani aytaman-da. Sizga bitta savol qarang. Siz yoqtirmagan odam bor-a yoki qachondir dilingizni ortib qo'ygan odam. Shuni o'zini yoki kimdir uni davolashingizga to'g'ri kelib qoldi. Prinsip o'rtaga qo'yasizmi, qo'ymaysizmi? Qo'ymayman. Men aytaman, masalan, shunaqa gap borku, ekib ketaver anaqani, masalan, daraxt ekasam, boshqa ekasam, qaysidir meva bermasa ham qaysidir meva beradi. O'sha dushmanimni ham yaqin odamni kelsa, men davolab beraveraman. Chunki qachon o'sha dushmanim ham tushunib yetishi mumkin. Yetadi. Bunga bekor o'sha paytda ozor berib qo'ygan ekanman deb keyin kechirim so'raydi. Shunaqa holatlar bo'ladi. Ayniqsa kasallar jahli chiqib ketganda urishadi, siz eng yomon odamsiz-da. Mayli qarindoshni yotqizib keyin oxirida tuzatib bergandan uzr, o'sha payt jahlim chiqib ketdi. Siz yaxshi odam ekansiz, tuzatib berdingiz degandan keyin shunaqa xursand bo'lasiz. Yelkangizda tog'adarlar, ha? Tog' ag'darlar. Uni mazasini faqat ichida yurgan odamlar biladi. Shunaqa. Xushnudin aka, balki og'riqli mavzu. O'zingiz sohangiz bo'yicha yaqinlaringiz ichida birorta bir inson murojaat qilib ojiz qolgan vaziyatingiz bo'lganmi? Oila a'zolaringiz, yaqinlar. Mayli, agar kasal bo'lishmagan bo'lsa, yaxshi, bosh ustiga. Lekin mana yaqinda pulmonolog bilan gaplashganimizda o'zlari aytibdilar, pnevmoniya bilan otam больницada yotibdilar. Og'ir holatlar dedilar. Siz nima deysiz? Shunaqa holat bo'lganmi? Endi meni soham bo'yicha murojaatlar bo'lmagan. Bo'lgan taqdirda ham Xudoga shukr, hali unaqa og'ir vaziyatga tushmaganmiz. Boshqa soha bo'lgan taqdirda ham endi doktorlar tanishlari ko'p bo'ladi. Boshqa soha bo'lsa telefonlashib, gaplashib, o'sha hamkasblar bilan maslahatlashib davolaganmiz. Unaqa holat. Prinsipingiz qanaqa? O'zingiz yaqiningizni o'zingiz davolaysizmi yoki boshqa doktorlarga o'xshab prinsip qilasizmi? Endi yengilroq bosqichlar bo'lsa, masalan, davolashga ko'zim yetadigan bo'lsa, o'zim davolayman. Shunaqa holatlar bo'ladi. Men sohamga to'g'ri kelmaydigan, boshqa qo'shimcha kasalliklari bo'ladigan bo'lsa, albatta men boshqa mutaxassisga beraman. O'zini mutaxassis shug'ullansin deyman. Tushunarli. Xo'sh. Va oxirgi savolim. Tibbiy podkast loyihasini mana ozmi ko'pmi tanishsiz. Yana kadr ortida ham sizga tushuntirib berdim bu narsa haqida. O'zi umuman bunaqa podkast yo'q edi O'zbekistonda. Ya'ni mana rossiyskiy kontentlarni ko'rsangiz, Rossiyada mashhur vrachlar bilan o'zi asli qahramonlar, qo'shiqchilar, kechirasiz domlalar hadib chiqarish kerak emas-da. Asosan doktorlar, o'qituvchilar, o'sha jamiyat rivoji uchun kerak insonlar. Qahramonlar o'zi aslida bular. Bular nimagadir parda ortida qolib ketganda, afsuski bizda. Haqiqiy qahramonlarni biz ko'rmaymiz aslida. Bu loyiha sizga qanchalik yoqdi va fikringiz qanaqa? Juda ham xursand bo'ldim. Birinchidan meni o'zingizlar topdinglar. Men hech qanaqa murojaat qilmadim, meni chiqaringlar deb. O'zingizlar topib, mana shu loyihaga meni loyiq deb topsizlar. Avvalambor tashrif uchun kattakon rahmat. Juda ham rivojlanadi deb o'ylayman, chunki hozirgi kunda hamma nima deydi, 100% ideal odam bo'lmaydi-da. Qaysidir soha bo'yicha baribir shifokorga murojaat qilishga to'g'ri keladi. Albatta. Shuning uchun men ishingizlarga omad tilayman. Juda ham xursand bo'ldim. Bundan ham rivojlanaversin va yana chaqirsanglar biz beminnat har doim kelib sizlarga xizmat qilamiz. Rahmat katta. Xalqimiz uchun asosan bu narsalar bo'lyapti. Xalqqa qanchalik yordam bersak, shuncha xursand bo'lamiz. Shunaqa. Endi sizni millionlar eshitadi, xudo xolasa. Ko'pchilik ko'radi. Va agar allergolog sifatida bu kishining maslahatlari kerak bo'lsa, hozir kadr ortida biz ya'ni kelishib oldik. Balki norasmiy shartnoma qilib oldik. Ya'ni kim agar tibbiy podkast ko'rsatuvini ko'rib, aynan Xushnud Saparbayevich o'zlariga murojaat qilish istasa, ko'rsatuv ostida havolalarda bu kishining kontaktlarini qoldiramiz. Istagan vaqtingiz faqat o'sha etikaga rioya qilgan holatda kechasi 12 da emas, kunduz kuni bemalol murojaat qilishingiz mumkin va klinikani ham albatta qo'yib ketamiz. Allergik mavzularda savollar bo'lsa, bemalol doktorga bog'lanishingiz mumkin. Ko'rsatuvimiz an'anasiga ko'ra biz o'sha har bitta kelgan doktorimizga o'zimizdan biroz kichkinagina esdalik sovg'a topshiramiz. Bu kabinetingiz bir chekkasidan joy olsa, biz boshingiz osmonga yetadi. Salomat bo'ling. Rahmat, sog' bo'linglar. Vaqtingizni ayamasdan bizga tashrif buyurganingiz uchun, umuman loyihamizga ishonch bildirganingiz uchun kattakon rahmat.